Qaysi modda tezroq bug'lanadi? Spirt yoki suv? Spirt. Qaysi modda tuzga kiradi? Kirsovun yoki anilin? Kirsovun. Oqartirilgan olma nega qorayadi? Oksidlanadi. Kraxmalning asosiy monomeri? Glyukoza. Polietilen nimada olinadi? Etilenda. Oqartirgich muhiti kislotalimi yoki ishqoriymi? Ishqoriy. pH-ga teng bo'lsa qanaqa muhit? Neytral. Elektron qabul qilgan atom nima deyiladi? Anion. Elektron yo'qotgan atomchi? Kation. Simov kimyoviy belgisi qanaqa? Hg. Temirnikichi? Fe. Bugungi kunda kimyoviy elementlar soni nechta? 118 ta. Eng yengil gaz? Vodorod. Xona haroratida suyuq metal. Simov. Vodorod havoda yengilmi? Ha. Qaysi gaz yonishni kuchaytiradi? Kislorod. Plastik organik moddami? Ha. Benzinchi? Ha. Etanol qanaqa modda? Spirt. Sirka moddasi kislotami? Ha. Kir sodasining formulasi? Natriy karbonat. Ichimlik sodasining formulasi? Natriy gidrokarbonat. Osh tuzining formulasi? Natriy xlor. Tabiiy gazga nima uchun hid qo'shiladi? Sezish uchun. 1 daqiqa davomida Solixa shogirdim 24 tadan 24 ta savolga to'g'ri javob berdi.